Assalomu alaykum, xayrli kun aziz birodarlar. Cherry 7 Pro olib qolganmiz. Motor korobka moylarini almashtirishi. Germingol Moli plus 540 moylardan qo'yib beryapmiz. Xohlasa korobka moylarini ham chiroyli o'zi qilib beramiz. Motor holatlarini ko'rib turibsizlar akalar. Chiroyli qilib mehr berib, bonuslariga motor cheskalarini qilib beramiz. Moyni rangini ko'raverish kerak akalar. Rangidan ham o'zi go'zal. Germaniya oltini. Cheklanmagan miqdorda mavjud akalar. Murojaat qilaverasizlar. Keng assortimentda Germaniyada moylar yetib kelgan. Cherry 7 Pro'ni korobka moylarini qilib beryapmiz. Filtrlari shu yon boshida 4 ta 10 voltda chashkaning ichida filtr turadigan. Akalar jimbimiz shabishni o'zimizni Lasetti 1.6larga o'xshagan. Ana chashkasi. Tozalab yuboramiz. Jeta o'rmani 7 Pro'ga variator korobka Germingol TCT 4.5 litre qo'yib beryapmiz. Konditsionerda ishlamay qolishining asosiy sababi 50 ming probega yurgan. Yig'lab yoribdi bechora.